Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanalimiz obunachilari, Aviakassa va Surxon ashaddiy muxlislari. Hozir esa nasib bo'lsa Sankt-Peterburgdan Qarshi yo'nalishi bo'yicha bilet afarmani qildik. Aviakassa Surxon ertalab soat 8 dan kechqurun 23:00 gacha ishlayapti. Bemalol telefon qilib urishingiz mumkin. Hozir akamiz afarmani qilgan направленияni qanchaga olganini so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum tog'alar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ana tog'ajon, nasib bo'lsa Sankt-Peterburgdan Qarshi yo'nalishi bo'yicha qancha afarmani qildingiz biletni? 10.000 rublga. 10.000 rublga. Bizning Aviakassa Surxon Telegram kanalimizni qanchadan beri kuzatib kelasiz? 2 yildan beri. 2 yildan beri kuzatib kelasiz. O'sha hammasi haqiqatmi? O'sha kutib olib, kuzatib qo'yib. Mana Shapkali tog'amizni ham nasib bo'lsa farzandlarini o'tkazib qo'ydik, dokumentlari yo'q edi, chiroyli holatda. Mana akamiz yana kelib bilet afarmani qilyapti. To'g'rimi akajon? To'ppa shunday. Aviakassa Surxon tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilaman. Yana bir bor, bizni o'g'ilchaniki yo'q edi, dokumenti yo'q edi, o'zlari kelib bilet oldik, bizlarni Kuzatib qo'yishdi. Katta rahmat sizlarga ham. Aviakassa Surxon. Ana bizga emas, bizga